80 mingga kvartira yaxshimi yoki Orqamdidagi uchastkami? Aniq manzil Yangi 16 yillik Qizg'aldoq mahallasi. 221 sotuv dokumentda umumiysi 3 sotuvdan ham oshuvroq ekan. Hol oshxonadan tashqari 3 ta xona, 2 ta sanuzel. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari havas, savdo, masjid, maktab, bog'cha, do'konlar bor yaqin atrofda. Oldi tarafida o'zini kattagina bog'i bor. 80 mingga kvartira yaxshimi yoki mana shu uchastka yaxshimi? Fikringizni yozinglar. 80 ming so'ralyapti, lekin kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Tan olish kerak, eski uchastkalar narxi endi rostdan ham tashyapti. Aniq manzil Zangiota tumani Shodlik mahallasi. Bu uchastkamizda 8 sotuvga tushgan, fasad razmerlari 20 metr bo'ladi, 10 ta xonasi bor, 2 ta sanuzeli bor. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, masjid, maktab, bog'cha, polkinika, do'konlar, yashash uchun kerak bo'lgan boy narsa bor. Videoni mana shunaqa katta uchastkalarda yashashni yaxshi ko'rgan yoki quruvchi odamlarga jo'natib qo'yinglar. 155 ming emas, 150 ming so'rashyapti. Telefon qilsanglar yana ozgina o'tib beradilar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi, bizdan uzoqlashmanglar. 76 mingga Qoraqamich 1-2 dan kvartira. Aniq manzil Olmazor tumani Qoraqamich 2-1. 70 kvadrat maydonga ega 3 ta xona, oshxona, balkonlaridan tashqari sanuzellari ham alohida qilib qilingan. Etajnisi ham zo'rda, 2-qavatda joylashgan, shundoq soy bo'yining yonginasida. Parkovkadan ham muammo yo'q. Infratuzilmalari, korzinka, maktablar, kollejlar, bog'chalar, do'konlar, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Videoni Olmazordan kvartira qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Kvadrat metri 1100 dan hisoblanyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi, bizdan uzoqlashmanglar. Namunali uchastkalar ham sotilar ekan va 99900 ga baraka qilsanglar bo'ladi. Yana ozgina o'tib beriladi, 6 sotuvdan iborat. Bu uchastkamiz Toshkent tumani Kensoyda joylashgan bo'ladi. 6 sotuvdan iborat, oshxonadan tashqari 4 xonasi bor, 2 ta sanuzel. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, maktab, bog'cha, do'konlar, katta yo'lga ham yaqin masofada joylashgan. Transport qatnovidan ham muammo yo'q. Narxi arzon chiqib qoldi. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Uchastka qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. 99900 so'rashyapti. Aytganimdek telefon qilsanglar yana ozgina o'tib beriladi. Pul zarur bo'lgani uchun sotilyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Arzonga zo'r lokatsiyadan uchastka chiqib qoldi. Toza o'zbeklar, eski toshkentliklar mahallasi. Bitta taxmin qilib tursanglar, videoni oxirida lokatsiyasini ham aytaman. 3-6 sotuvga tushgan 9 ta xona, oshxonalaridan tashqari. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Infratuzilmalari, 5 qozon osh markazi, maktablar, bog'chalar, masjidlar, Nosir Shashli, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Manzil Shayxontohur tumani Ko'kcha Islomobod mahallasi. Videoni kompaktni uchastka qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. 137 ming so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Maslahatim olinglar, zo'r lokatsiyada joylashgan. Toshkent shahrining eng zalatoy mahallalaridan 5,5 sotuvli uchastkamizda yer hisobida sotiladi. Aniq manzil Uchtepa tumani Ona-bola raddomi ro'parasidagi Muhabbat ko'chasi. Uchastkamizda 5,5 sotuvga tushgan, 5 ta xonasi bor, fasad razmerlari 15 metr. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Infratuzilmalari, raddom, shifoxona, klinika, maktab, bog'cha, do'konlar, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor, zo'r mahallalar. Videoni Uchtepadan, mana shu Ona-bola atroflaridan uchastka qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Bu uchastkamizga 239.900 qo'yilyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib beriladi.